Assalomu alaykum hammaga. MKB kanali obunachilari, jigarlar, charchamayapsizlarmi? Nima gaplar? Jigarlar, bugungi kunda sizlarga Azinex Svet, ya'ni Mortal Kombat X Dagon sistemasini ipidan ignasigacha o'rgatib qo'yaman. Iloji bo'lsa yana mayda-chuyda strategiya shunaqa narsalarni o'rgatib qo'yaman. Hop, depozitimizga kelsak, o'tgan safargi shu 10 millionligicha turibdi do'stlar. Ya'ni bundan keyingi videoda ko'rsanglar tushunib olasizlar. Hop, lekin do'stlar, sizlarga bitta narsani aytib o'taman. Bizani ham bo'la, bizni Telegram kanalimiz bor. Hop, Telegram kanalimiz MK Abu. Ko'rsanglar bo'ladi, mana Mortal Kombat MK Abu desa chiqadi do'stlar. Telegramga MK Abu deb yozinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Keyin YouTube'da o'zini ofitsialniyasidan, ya'ni kanalim ofitsialniyasidan ham silkasini qo'yib qo'yganman. Shu silka orqali kirib qilsanglar bo'ladi kanalimizga ham. Mana kanalimizda ham har kuni stavkalar tashlab boriladi. Bugun mana 8:00 da stavkamiz bor. Bemalol kirsanglar bo'ladi. Kirib stavka qilsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganlar 4-raund, mana hammasi o'tyapti. 2-raund, 5-raundgacha bormaymiz. Iloji boricha 1-raund mana. Hop, yana 1-raund, 3-raund bo'lyapti. Mana yana stavka boshlanyapti. 2-raund, 4, 1-raund, 2-raund, 2-raund. Iloji boricha men cho'zmaslikka harakat qilaman. Bemalol kanalimizga kirib, men o'zim lichkam bor. Shaxsiy mana yozib qo'ygan MKB admin deb. Bemalol kirib menga yozishinglar mumkin, nima so'rasanglar ham. Hop, o'zimiz temaga qaytadigan bo'lsak do'stlar. Hop, kiramiz Mortal Kombatga. Mortal Kombatga kirib, Mortal Kombat X mana. Hop, birinchi o'yinimiz boshlanyapti ekan. Yangi o'yinimiz kiramiz. Hop. Ovozini ochib qo'yaylik-da. Bolalar deydi. Biz mana o'rtadagi raund davomiyligi degan anaqaga tikamiz pulni asosan. Ko'rib turibsizlar, mana 1.98 kelsin, 1.92 oz ko'p. Ya'ni raund davomiyligi bu. Hop do'stlar, bu yerda 27 dan ko'p, 27 dan oz. Menimcha oz deb o'ylayman. 100 ming so'm mana stavka qilamiz. Mana Dagon shu holatda bo'ladi. 100 ming so'm tikdik. O'yinni kuzatamiz. Boshlanguncha. Hop, men sizlarga tushuntirib o'taman qanaqa bu, nima. Hop, bu raund davomiyligi degani bu Mortal Kombat boshlanganda tepada vaqti bo'ladi. Shu vaqti raund davomiyligi deb aytiladi do'stlar. Shu raund davomiyligiga biz pul tikamiz. Shu 27 bo'lsa Mortal Kombat 90 daqiqadan boshlanadi. 90 ya'ni sekunddan boshlanadi. 90 sekunddan hop 27 ni ayirib oladigan bo'lsak 63 sekund ichida ozga tiksak, hozir 63 sekund bo'lguncha bu yutib ketish kerak edi. Bir-birini o'ldirib yuborish kerak, qarochi. 63 sekund bo'lganda. Ko'paga tikadigan bo'lsa, bu 27 dan mana ko'paga bo'lsa 63 dan o'tib ketish kerak. 62 gacha 62 bo'lib ketish kerak. Yo'qsa 61 xullas dalish ketaverish kerak edi bu yerda. Shunda biz yutgan bo'lamiz. Mana hisoban 90-sekunddan boshlandi do'stlar, ko'ryapsizlar. Bu iplosam vaqt cho'zmayapti, dal surapti. Hop, kuzatamiz. 63 dan o'tib ketib qolsa, hozir biz yutkizib qo'yamiz. Agar o'tmay qolsa biz yutamiz degani. Super udar ishlatsa bo'ladi mana bu. Hop, ko'ringlar, 63 dan o'tib ketdi. Ko'ryapsizlar, Dagon shu yerda ishlatamiz do'stlar. Hop, hozirgi tikkan joyimiz mana xuddi shu 27 dan oz. Shunga tikuvdi, 100 ming so'm tikuvdi. Endi buni 200 ming so'm tikamiz. Uzr do'stlar, tomog'im og'riyapti, shamollaganim. Mana shu xuddi shu joyga, xuddi shu koeffitsient, xuddi shu vaqt, shunga prosta 100 ming so'm bo'ldi, 200 ming so'm, ya'ni 2x qilib tikdik do'stlar, ko'rib olinglar. O'yin mana 34 bo'lib tugadi. O'tamiz. Mana hozirgi bu tikkanimiz 100 ming so'm mana yutqazildi do'stlar. Ko'ryapsizlar. Hozir o'yin boshlanadi. Ya'ni kuzatamiz o'yinni. Hop.
ber, больше bo'ldi, ya'ni ko'p bo'lib ketdi, 34. Bu 63 dan o'tib ketdi. Shuni hisobiga biz yutqizdik do'stlar. Shu 62 bo'lishi kerak. 62 deyman, 63 bo'lib qolsa ham shu ronda 63-sekundda bir-birini o'ldirib yuboradigan bo'lsa ham biz yutib chiqamiz. Bu ozda plyus tarafiga hisoblanadi bu pul. O'yinni ko'ramiz, davom etamiz. Ikkinchi raund boshlandi. Mortal Kombat asosan 7-8 shunaqa raundgacha olib boradi. Uning ichida bemalol dagon qilib yutib olsak bo'ladi pulimizni. Ko'ringlar do'stlar. Hop, bu yana vaqti ham tezda shuni hisobiga yana ko'p bo'lib ketsa kerak. Yana shuni hisobiga 300 ming so'm tikib qo'yadi. Yana dagon do'stlar mana. Yana 62 уже o'tmadi bu yana. Yana yutkizdik. O'yinni kuzatamiz. Iloji boricha 51 olib ketdi. 51imiz necha? Bo'lib ketadi shunda. 39. Agarda mana 27 39 bo'lganda, 39 menchi bo'lganda biz yutgan bo'lardik. Mana 39 o'zi ko'rsatib ham qo'ydi, brutality bo'libdi. Buni qolgan joylariga ham shunaqa dagon holatda tikib ketsanglar bo'ladi. Mana pobedasiga mana raundda g'alaba deb qo'ygan. Shuni pastida mana g'alaba 1, mana qiz bo'ladi, mana g'alaba 2 tremor bo'ladi. Bemalol tiksanglar bo'ladi. Tremorga birlay 562 koeffitsient beryapti. Bu qizga 1.44. Total bor mana. Raunddagi g'alaba, ya'ni fatality, brutality, zarbasiz, ya'ni yakunlovchi zarbalarsiz. Ikkinchi bular bilmadim men. O'yinni ko'raylik. Boshlandi o'yinimiz ham. Menimcha bu safar tremor olib qo'ysa kerak. Mana bilib ham bo'lmaydi mana qizni. Sol abak. Ur. Ozgina urib qo'y tremor. Voy, vaqt cho'zardi. Xuddi shunaqa dalsh ketib qoladigan paytlarda, voy, men buni qaranglar. 63 ronni tremorga 5.62 koeffitsient beradi. Pizdes. 27-63 mana o'tdi, mana dagon qildik do'stlar. Dagon xuddi shu holatda sistemada ishlaydi mana. O'tamiz. Hop, 300 ming tikuvdik, mana shu pulimiz qaytib keladi do'stlar. Ko'rib olinglar. Minus yo'q bu yerda, ko'ryapsizlar? Minus yo'q. Shuni hisobda 76 ming pribelda bo'lamizmi shunaqa? Hop, mana ko'ryapsizlar. Dagon xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Yana bitta o'yinga chiqib ko'rsataman. Mana o'yinga tezroq tikaydi. 18 dan ozga emas, ko'pga beramiz. 100 ming so'm mana tikib qo'ydim. Bunga ham 100 ming so'm ko'p. Ovozini o'chirib qo'yaylik buni. Yo'q, parasat internet ishlamay qoldi. Hop. No team up then. Ovozini o'chiramiz. 18 bo'ladigan bo'lsa, hop 71 olib kelsa yutamiz mana tepadagi vaqt. 71 olib ketsa. Sizlarga asosan dagon uchun ko'rsatib beryapman bu narsalarni. Может, birinchi raund o'tib qoladigan bo'lsa, men sizlarga hozir boshqa o'yinni yana ko'rsatib beraman. 71 vaqt sekin sanayapti. Menimcha o'tib ketarmikin bu. O'tib ketib qoldi desam yo'q. O'tmadi do'stlar. Mana 72 ron olib qoldi. Shuni hisobiga menchiga olinadi. 200 ming so'm yana dagon qilyapmiz mana. Xuddi shu holatda, xuddi shu koeffitsient, xuddi shu o'yinga ikkinchi raundiga 200 ming so'm tikdi. Endi misol sizlar nech pul tikishlarga bog'liq. Dagonni ham iloji boricha pulinglarni hisob-kitob qilib tikinglar do'stlar. 1 million bo'ladigan bo'lsa, misol 50 ming so'mdan tikib, shunaqa xullas hisob-kitob qilib o'ynanglar demoqchiman. Shunda hisobinglar kelib chiqadi. Chunki 500 ming so'm pulinglar bo'lib turib, 100 ming so'mdan pul tiksanglar, bo'ladi 1-2 raundgacha yetib boradi xolos pulinglar.
qolganiga yetmay qoladi. Shuni hisobiga darcha dagon qilaman desanglar, iloji boricha maydaroq summadan qilib ketaveringlar pulni ham. Shunisi pribelroq bo'ladi sizlarga. Hop, ikkinchi raund boshlandi. Ikkinchi raundni kuzatamiz do'stlar. Skorpion bilan Kano ham menchi o'yinchilar, ko'pincha tezda bir-birini urib o'ldirib yuboradi bular. Lekin bunaqa oz sekundlar bo'ladigan bo'lsa, vaqt ham sekin sanaydi. Asosan bo'lishib ketadi deb o'ylaysizlarmi? Skorpion super udarni ishlatib o'ratishi kerak. Aytdim, ishlaydi, urma biroz. Hani 71 olam bo'ldi 71. O'tdi bu o'yinimiz sana 68, 68 o'tib ketdi. O'yin tugadi. Madem o'zi birinchi raund mana vaqt soatlarini ko'rsatib qo'yadi. O'tdi mana do'stlar o'yinimiz. Ko'rasizlar 280 olib keldi. Dagon shu holatda ishlaydi. Yana boshqa strategiyalar bor. Zigzag dagon bor. Yana boshqa strategiyalar bor. Bu narsani keyingi video roligimizda sizlarga tushuntirib o'taman. Iloji bo'lsa kanalimizga o'sha YouTube kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyalarga yozib qoldiringlar. Keyingi video roligimiz qanaqa video bo'lsa, Mortal Kombat qanaqa strategiyasi bo'lsa, yokida qanaqadir o'yin o'ynab chiqaraylikmi, sizlarga ko'rsatib beraylikmi. Shularni aytib yozib olsanglar kommentariyaga bemalol o'qib har bittalarga qaytaraman. Kanalimizga obuna bo'linglar. Telegram kanalimizga ham o'tib olsanglar, bemalolchilik o'zimiz stavka qilib turamiz. Men o'zim ham stavka qilaman. Shu stavkalarni sizlarga tashlab beraman-da. Shuni hisobiga kanalimizga obunachilar ham ancha foyda duyuladi. Kanalimiz mutlaq besplatniy. Xohlasanglar o'tib, xohlasanglar pul tikasizlar, xohlasanglar pul tikmaysizlar, bu o'zingizlarga bog'liq do'stlar. Hop, hammaga omad do'stlar. Albatta videoga like, kommentariya, obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Hammaga omad, hammaga sog'lik, salomatlik.